Sizlar GTA 5'te tuning ikkinchi qism tuning qilamiz hozir. Paint secondary qilishlaringiz mumkin. Primary bitta classic metal met deganiga kirib midnight dark blue va blue bor. Mana bunga kiramiz, mana buni qo'yamiz va chiqib ketamiz. Neon like mana eng zo'ri. Front hamma tarafiga qo'yib chiqamiz. Buni rangini o'zgartirsa bo'ladi. Set color deganga kiramiz. Qora qilamiz. Yo'q. Oq qilsa bo'ladi. Elektrik nima qilsa bo'lmaydi, shuni qilamiz. Va chiqib ketamiz. Hech nimasiga tegmaymiz. Like va doors eshiklar yo'q. Bu eshiklarga tegmaymiz. Mana we don't tint black ga o'tiramiz. Hamma tarafiga. Yo'q. Nima qildim? Window nimani ko'tiqchyapti? Короче, да, mana fikrim bilan ekstra yo'q. Turboni yoqamiz, like mana shu bilan bitta qilamiz, stok emas. Bu elektrik blok kerakda menga. Mana. Ishga mana shu bilan bir xil rangda qilganimizdan so'ng ko'rdinglarmi? Uka. Hozir BMW ham yo'q. Yana bitta BMWni qilamiz. Mana shu yerda vehicle spawner va suv degan joy bor. Mana qilganimizdan so'ng mana shu garajga to'g'irlaymiz. Va o'zi mana to'g'irlaganimdan so'ng mana boshlaymiz endi tuning degan narsani. Mana shu qo'shga munosabga tegdi. New custom va bu xil. Bu safar buni mana bundan qilaylik. Bittadan qilib chiqaman mana shunaqa. Front bumper. Qaranglar-da. Hozirchalik. Hozirchalik dedim, nimaga oid? Qaranglar, hozir karbon nima bunaqa bor? Oxid. Karbon qilamiz. Grill. Mana. Mana haligacha tushgani o'zi. Mana yana tushdi. Armor use paints. Rangini o'zgartiramizmi, o'zgartirmaymizmi? Classic. Yo'q.
O'zi boya göre nimasi shunday qolmasmi deb. Oq mana shunaqa rang qilamiz. Pink böyle oqroq rang qilish kerak. Oq rang. Mana shu rang yoqdi. Mana shuni qilamiz va chiqib ketamiz. Neon light mana eng zo'riga keldik. Rolni ham mana bunaqa qilib birib hamma tarafiga. Color rangini bu safar bunikini mana bunaqa qilamiz. Masha yoqdi-da menga. Yoqdaylar. Turboni qo'ydik. Turbo mana bu. Rangini o'zgartirish kerak. Mana. Tezligini 160 ga oshiramiz. Mana tezlik yetadi. Va tuyning nitini qildim menimcha. O'ldi ketdi. O'chib qolmam video. Hamma telefon nimada? Bechora Michael bo'lsa hech nima qilmayapti. Siqilgan Michael. Ana turdik. Mana. Mana haligacha o'ynasini bo'pti. Qaqqa menga nima sanga? Menga o'yi bili. Basharanga sani bilet. Men mayli ben bana aytamiz. Böyle. Paçağı chiqqan deb xavotir olmanglar. Hamma narsani oldindan qilaman. Hamma shoxida yursam, bargada yuraman.